Ikkinchi aprel sanasida do'stlar, mana xudo xolasa tashqaridagi giloslarimiz qaranglar. Bandi uzun. Mana serq hosil. Mana xudo xolasa bu yil 2-yilda ishlayotgan mevasini qaranglar. Mana har bittasini mana bakdagi shuni olib ko'tarasizlar. Mana to'la meva. Birorta qo'shaloqsiz bandi uzun mana hanosini qarang endi. Mana gilos. 2-aprelda mana do'stlar, xudo xolasa mana bu tomonlarda ham mana har bitta shaqida kamida 5 ta 6 tadan gilos. Xudo xolasa hozir buni panidagi holatini tashlab o'tamiz sizlarga. Panida qanaqa holatda 2-aprel sanasida turganini. Mana do'stlar, panida 2-aprel sanasida gilosimiz mana 2-aprel sanasida mana panidagi holat do'stlar. Mana uji rang kirdi. Realtiyaga uni panik ekamiz olib kelib ko'rsating shoptollarni. Mana shoptollar qaranglar. Katta bo'pti. Buni bugun biz toqalaymiz. Zigzag usulda mana mevalarni olib tashlaymiz. O'ta ko'p bu meva yetkazolmaydi. Buni mevalarni olib tashlamasak umuman bo'lmaydi do'stlar. Mana bu qaranglar. Uje andi shoptolimiz ham katta bo'lib. Farg'onali bog'bon kuzatishda davom etamiz. Zakilar bosamiz. Xudo xolasa buni mevasi pishganda tanishlarga tashlab boramiz videolarni. Sog' bo'lasizlar.